Assalomu alaykum millatlar. Sizlar bilan bugun Yo'ldoshev bo'ladi. Bugungi videomizda doimgidek akkaunt obzorini qilamiz. O'tgan videomiz prosmotr kam bo'lgan albatta, har doimgidek. Iltimos sizlardan like, obuna kutib qolaman. Kolleksiyonlari, levellari 51 ekan. Akkaunt normal holatda. Falan tezlanishlari 98, tezlanishlari 84. Mappe tezligi 99, tezlanishi 97, 88 holatida full bo'lmagan akkaunt ekan. Muhammad Sallah tezlanishi 96, tezligi 95. Normalniy. Ismon Dembele. Tezlanishi 100. Yaxshi kuchayapti bu. Alisson. 95 holati, normalniy kuchaygan. Nimaga o'tibman? Shu Silva 81 holatida olingan. 81 deb 82 holatida olingan. Adashmasam, meni taxminlarim bo'yicha. Tezlanishi 90 ekan. Tezligi 76 ekan. Normal. Faqat tezligi berish kerak. Normalniy. Yashil o'yinchi ochmabdi ekan. Bittaga bor. Kunde. Normali kuchayotgan. Alshirot Hakimi. Tezligi 96, tezlanishi 92. Yaxshi. Pedri. Tezlanishi tezlanishi 86, tezligi 79. U normalniy. Araujo. Tezligi 88, tezlanishi 78. Shu son kimyo son o'zika adashibman. 91. Ikkalasi ham tezlanishi ham tezligi ham 91. Bu normal holatda kuchaymoqda. So'nggi 84 holatlari ham bor. Hozirgi paytda 82 bo'lib qo'ygan. Shu akkaunt Donnarumma 86 levelda olingan, hozir 85. Normali kuchaymoqda. Endi bu akkaunt leveliga o'tamiz. Life'ga o'tamiz. Life 6 ekan, tezlik tushirmoqda ekan. Sabitani yutqazib qo'yilish bo'pti ekan. Bu yerda 3-o'rinda ekan. Bu yerga Ko'kagent ochibdi ekan. Ko'kagentda ochilgani videosini qo'yganman YouTube kanalga. Ancha bo'lgan hali. Mayli, 39 kun bo'ldi. 39 kunning ichida yig'ib tashlaydi. Shu akkauntimiz, aziz obunachilar. Akkaunt normal holatda kuchaymoqda. Yashil o'yinchi 10% ekan. Kylian Mbappeni olib qo'yishim kerak, nima bo'lsa ham. Bundan oldin video qo'ygandim. Ancha oldin prosmotr hammasi kam bo'lgan. Junior degan akkaunt ekan. Junior degan akkauntni men sizlarga hozir unisini ko'rsataman-da. Oldinga birinchi holatini ko'rsataman hozir. Stadionlar olib ketibdi. Stadion 92 holatida tomoch full bo'lgan. Maydon anavi o'yin chiqishi ham
bir marta kuchaytirilgan. Uni va shifoxona ham bir martalik. O'yinchilarni darajasi oshishi bir martalik. Yotoqxona bir marta ham kuchaymagan. 52 tangadan berilayotgan ekan. Akkauntimiz ichida 2213 tanga bor ekan. Bu hali endi ochilgan ekan 8 kun. Mayli. Bu akkauntda men sizlarga eski holatini ko'rsatib beraman. Mana YouTube. Mana shu kanalga obuna bo'lasizlar. Qani yerdagi? To'xtanglar, hozir topamiz-da. Mana. Buni oldingi holatlari. Nima qo'yilmayapti bu video? Men sizlarga keyingi videolarda buni akkaunt holatini ko'rsataman. Keyingi videolarda. Rasmga ham olib qo'yilmoqda. Ancha oldin ochilgan akkaunt edi. Shu akkaunt normal holatda kuchaymoqda bu akkauntimiz. Bo'pti, sizlar bilan yo'ldosh bo'ldi bugun. Sog' bo'linglar, jonlaring omon bo'lsin.